odamni cho'nchagi bilan qo'lini orasida tuyada 1000 yillik yo'l dedi. E'tibor qilgan bo'lsanglar. Nimaga bunaqa dedi desa, shu beruvchilik xislatiga ega bo'ldingizmi, Xudoning rahmatidasiz. Ishoning bunga. Pulni kim beradi? Xudo beradi. U men ishlagan bilan, o siz bilan mendan ko'ra ko'proq ishlayotganlar bor. Va Alloh taolo ham shu bandalarining ichida ma'lum bir miqdorlarga bu ne'matni berdi. Hozir mana shu xonaqoda yig'ilgan hamma zakot beradigan odam emas-ku, to'g'rimi? Yoki hamma zakot oladigan odam emas. Ma'lum bir toifani zakot beradigan qildi, ma'lum bir toifani zakot oladigan qildi. Endi e'tibor qilsangiz, boy o'z boy bo'lib qolmaydi-da. O'zi yo'q edi. Yo'q joydan Alloh taolo sizga berdi. Xudo o'zi bergan narsasidan, "Ey bandam, mana senga" deyapti. Shu 40 dan bir qismini Allohning roziligi uchun o'zing yashab turgan joyi bor-ku deyapti. O'zing yashab turgan joydagi faqirlarga, miskinlarga, yetimlarga bergin deyapti. Shuni bersang, men senga rahmatim beraman deyapti. Ramazon sharif oyida nafil ibodatni o'zi yo'q deyapmiz-a, Ramazonning boshidan beri. Nima uchun desa, Ramazon oyida qilingan bitta nafil ibodatga Alloh taolo qilingan farz ibodatini ajr mukofotini beradi. Bitta qilingan farz amalgachi desa, 70 ta farz qilingan ibodat ajr beriladi. Shuning uchun nima qilamiz biz? Zakotlarimizni Ramazonga surib olib kelamiz. Ramazonga surib olib kelamiz. Chunki biz Muhammad alayhisalom ummatimizda bizga Alloh har bir narsa mana uyda o'qisangiz namoz bir rakatiga bitta savob, masjidda o'qisangiz 20 ta savob. To'g'rimi? Ramazondan boshqa oyda bersangiz bitta zakot ado qilgan ado bo'ladi. Ramazonda 70 ta deydi. Qadr kechasi topib qolsa-chi 84 yil. 1000 oy. Alloh hammamiz mana shunga yetkazsin.